Bor, tayyor bo'ldimi? Bitta ko'rsatamiz o'rtoqlar, bizning saytimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga obzor qilib beramiz. O'zi bizning sohamizda sayt обязательно bo'lishi kerak. Bu yerda Google'ga Finur Architects deb yozasizlar, shunda saytimiz chiqadi. Dilshod yaqinroqdan ko'rsat. Ko'rayotgan bo'lsanglar, endi kiramiz saytimizga. Tak, saytimizga kirsanglar xuddi shunaqa mana ochiladi. 3 ta tilda qilganmiz. Endi rivojlanishga baribir sayt kerak bo'ladi. Bu yerda o'zimizning loyihalarimizni qo'yganmiz. Davay pastroq tushamiz. Bu yerda komandamiz haqida ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Batafsil ma'lumotga o'tsanglar, to'liq ma'lumoti bor. 3 xil yo'nalish bo'yicha arxitekturaviy loyiha, noturar binolar interyeri va turar joy binolari interyerini joylaganmiz. Endi bittasiga kiramiz. Noturarga bitta kiring. Xo'sh, mana loyihaga kirsanglar, bizda loyihamiz haqida to'liq ma'lumoti bo'ladi. Finur Architects qatga qilingan, nima uchun qilingan, necha metr kvadrat, yili va ko'rayotgan bo'lsanglar, pastroqda planlarigacha berib qo'yamiz. Bu narsadan biz qo'rqmaymiz, xudo xolasa. Planlari bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana renderlari qo'yilgan. Sayt nima uchun kerak? O'zi arxitekturaviy firma yoki dizayner yollamoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda o'sha komandani qilgan ishlarini ko'rishinglar kerak. Nima loyihalar qilishgan va qanaqa darajada qilishgan. Aynan shu narsalarni bizga ko'rsatish uchun o'zimiz qilgan ijodlarimizni, o'zimiz qilgan loyihalarimizni ko'rsatish uchun xuddi shu saytni qilib qo'yganmiz. Bu saytimiz bugundan ishga tushdi. Orada kamchiliklari bor. U narsalarni sekin-sekin to'g'rilab boramiz, lekin saytimizga kirib, bizning loyihalarimizni bemalol ko'rsanglar bo'ladi.